Banan postining bundaq aloyidligi borligini bilamsiz. Banan postini kesib ko'z atrofiga chaplaganda ko'z atrofida qo'riq va qorni yo'qtidi. Banan postida tishni surtganda oq ham parqiroq qiladi. Banan postini kesib plastirga qo'yib, yara eg'izga chaplasangiz yuqumlanishning oldini oladi. Banan posti bilan sutni meva siqish mashinasida aralashtirib, suyini siqib yuziga surib berganda terini parqiroq, suziq qiladi. Burunning atrofi zukam ta'siridan yerilgan bo'lsa, banan postini surtib bersangizlar tezli saqiydi. Gullarning yupurimiqini sursangiz pokiz, parqiroq tozlanadi. Gulga o'g'it o'rnida qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Banan postini suvga chilab qo'yib, ta'mi chiqqanda ichsangiz uyqusizlikni tugitadi. Banan postida xurum oyoqlarni sursangiz parqiroq, pokiz qiladi. Banan postida chaynakni sursangizmi pokiz bo'lib ketadi. Qo'lingizga oyoq maylarining qarshi yo'qib chiqmasa, banan posti bilan surtib chiqaraversangiz bo'ladi.